Mahmud degan bir yigit bor ekan. Bir qishloqda yashar ekan. Kelishgan bir yaxshi yigit ekan, lekin kambag'al bir yigit ekan. Uylanadigan vaqti yetib kelsa ham hech kim unga qiz bermas ekanda. Sizlarga rosa keladigan mavzu bo'lyapti. O'tgan safar ham uylanish haqida edi, bu ham biz. Ya, unaqa emas. Boshqa narsa haqida. Darrov yuzinglarda tabassum paydo bo'lyapti-da, o'shaning uchun aytyapman. Xullas kalom, hech kim unga qizini bermas ekan. Bir kuni bir qishloqda nomdor, nomi chiqqan bir odamning oldiga boribdi. Borib endi qarz so'ramoqchi bo'libdi. Boribdi-da. Menga ozgina qarz berib tursangiz, uylanadigan paytim keldi, o'zimni harom harishdan tiyib yurish uchun uylanmasam bo'lmaydi.